Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi pressep seximizdan yangiliklarimiz bor. Yangiliklarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bizlar Amon Trail Instagram sahifamizga obuna bo'lib, 5 ta o'rtog'iga atmetka qilib, 10 ta do'stiga jo'natib qo'ygan odamga 1 million aksiya e'lon qilganmiz. Aksiyalarimiz xudo xolasa 1 oy davom qiladi. Bugun 2026-yil 9-aprel sanasidan 10-maygacha xudo xolasa amal qiladi. 1 million aksiya qilib beryapmiz. Undan tashqari 800 ming so'mni parkovimizni ham bonus qilib beramiz. Yana elektromontajlarni ham shuning ichida bonus qilib beramiz. Presseplarimizni bir qator razmerlari bilan, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Like'larni bosib, obuna bo'lib, pressep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Yana bir eslatib o'tamiz. Amon Trail Instagram sahifamizga obuna bo'lib, boyaga aytgan shartlarimni bajarib, 1 million aksiyaga 5 ta o'rtog'ingizga jo'natib, atmetkani 10 ta o'rtog'ingizga jo'natib qo'ygan bo'lishingiz shart bo'ladi. Shunga kelasizlar, telefonlarda mana shunaqa jo'natganman deb maqlasangizlar 1 millionlik aksiyaga ega bo'lasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, presseplarimiz juda mustahkam yasalgan. Bu pressepimizni 10 million sotilib turibdi, 240 ga bir o'qib. Buni 9 million qilib berdik. Obunachilarimizga 9 million qilib berdik. Mana pressepimiz 1.70 ga 2,5 razmerda juda baquvvat qilingan. Buni ham xudo xolasa 12 million sotilib turibdi. Shu Instagram sahifamizdan kelgan har bir obunachimizga 1 million skidkamiz bor. Bundan tashqari 800 ming so'mlik parkotlarimiz skidka deb beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, biz 2016-yilda Xorazmda pressep ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. 5 yil bo'ldi Qashqadaryoda, Qarshi shahrida faoliyatimizni davom qildiryapmiz. Bizlarda xatovoy qismida bizlarda eng birinchi sifatga e'tibor qilamiz. Xatovoy qismini bir qator hozir ko'rsatib o'tamiz, tanishtirib o'tamiz. Eng sifatli presseplarni xudo xolasa shu Amon Trail obunachilarida Amon Trail sahifamizga kelib olaverasizlar. Presseplarimiz hozir moslarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ishlash jarayonlari, ichkarida ishlab chiqarish jarayonlari bo'lyapti. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Har xil turda zakat bu pressepimiz 1.60 ga 2,5 razmerda. Bu chorva mollar uchun mana oldi bosh qismi chiqib turish, chorva mollar bosh qismi chiqib turish uchun 40 sm oldiga yana qo'shimcha profillar chiqarilgan. Bu ikkita otni ham bemalol ko'taradi. 1,5 tonnagacha yuk bossa bo'ladi. Ramana shivillarda qalin burovoy turbadan moslari bu 2,5 ga 1,5. Bu 12 million sotilib turibdi, 11 million qilib beramiz. Mana bu pressepimiz 11 million sotilib turibdi, 2,5 ga 1,5 juda qalin listlardan baquvvat qilib tayyorlangan. Bu 10 million qilib beramiz buni. Shu Instagram sahifamizdan ko'rib obuna bo'lib kelib, boyagi shartlarimizni bajarib har bitta mijozimizga. Mana 240 ga 140 bo'ladi. 10,5 million sotilib turgan, 9,5 million qilib beramiz. Mana bu 9 million 230 ga 139 million sotilib turibdi. Buni Instagram sahifamizga boyagi shartlarni bajargan har bitta mijozimizga 1 million aksiya. Undan tashqari 800 ming so'mlik parkotlarimizda aksiya beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana shivirlar qalinligini e'tibor qilasizlar. Ramala qalin shivirlardan bo'ladi. Rossiyada yuk qatlaydigan odamlar ham Rossiyaniki yo'lda qandaydir sinib qolgan tufayli bizga kelib mana shunaqa ramalar shivirlardan olib zakaz beryaptilar. Mana bu 2 moslik pressepimiz Toshkentdan zakaz bo'lgan. 2 moslik pressepimiz yarim kril asosida bo'lyapti bu. Bu xudo xolasa kamida 3 tonnaga mo'ljallangan 2 ta otam bemalol ketadi. Narxi 16 millionga qilib berdik. Ramalari 2 qator shivirlardan bo'lgan. Megawatt shivirlardan da juda eng O'zbekiston bo'yicha eng zo'r shivirlardan qilingan. Mana bu zakaz asosida 2,5 ga 1,5 razmerda boshlangan.
Bu yerda ko'chaga sotuvchi 2.30 ga 1.30 razmerda. Amon Trade Instagram sahifamizda kutib olamiz. Har bitta boyagi shartlarga amal qilgan har bitta mijozimizga 1 million aksiya. Undan tashqari parpotlarimiz, elektromontajlarimiz aksiya. Agar chiroyli savdoni qilgan odamga undan tashqari yana chiroyli bonuslarimiz bor. Bu sir holatda qoladi. Kelib men bilan uchrashib, xudo xolasa bemalol bonuslarga ega bo'lishlaringiz mumkin. Like bosinglar, boy bo'linglar deb qolamiz.